Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimiz used to o'tmishdagi odatlar uchun ishlatiladi. Formulamiz subject plus used to plus verb plus object. Misolimiz I used to play football when I was younger. Men yoshligimda futbol o'ynardim deb tarjima qilamiz. Minus shakli subject plus didn't plus used to plus verb plus object. Misolimiz you didn't used to wake up early. Siz oldin erta uyg'onmasdingiz deb tarjima qilinadi. So'roq shaklimiz esa did plus subject plus used to plus verb plus object. Misolimiz did Aybxon used to play online games? Aybxon oldin onlayn o'yinlar o'ynarmidi deb tarjima qilinadi. Ha, u o'ynardi demoqchi bo'lsangiz yes he did deb javob berasiz. No he didn't degani yo'q, u oldin o'ynamasdi deb tarjima qilinadi. Sizlar bilan bugun Abdulmalik Jo'raboyev bo'ldi. Sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Bu videoni sertifikat olmoqchi, lekin dars qilishni yoqtirmaydigan do'stingizga yuborib qo'ying.